bo'yicha eng zo'r otlar hozir qaysi davlatda? Sizni fikringiz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonni olganda. O'sha yerdan yetishtirib chiqayotgan otmi yo kelib o'sha yerga chopayotgan otmi? Kelib chopayotgan ham va zo'r otlar qayerda hozir? Qaysi davlatda? Eng zo'r ot eng zo'r uloq uchun men aytaman. Uloq uchun aytaman. Lekin har kim o'zi, men uloqdan boshqa narsa baliqchi emasman. Chopmayman, minmayman. Birinchi o'rinda Qirg'iziston turadi. Qirg'izistonning Jallovod oblasti. Boshqa oblastini ham otiga shammayman. Lekin Qozog'iston ham mana shu Jallovoddan nechta sin tanima olib ketirgan. Shundan ko'paytirib olgan Qozog'iston ham. Endi Qozog'istonning o'zining oti ham zo'r. Zo'r. Faqatgina ko'pini Qirg'izistondan olib ketirmagan. Endi hozir o'shalar bu yoqqa o'tyapti. Mana o'zimiz O'zbekistonda ham Boybuvada ham bo'lgan, mana Toshkentlarda ham bo'lgan, Qo'qonda ham Qirg'izistondan o'tgan. Shulardan chatishtirib, chetdan kelgan katta beyga chatishtirib, shuni qora bayir deb katta qo'shib, bu 1 yil, 2 yilda tuqqani qora bayirga chiqib qolmaydi. Otni zo'ri Qirg'iziston Jallovod oblasida xolos. Qozog'istonga ham ko'p ketgan, O'zbekistonni ham qancha man degan chopayotgan o'sha otlari Jallovodda oti. Hozirgi kunda masalan chopib turgan, qayerdan kelganidan qat'iy nazar O'zbekistonda qanday